Yigit bilan qizli nima uchun gaplashish kerakligini tushuntirishmagan munosabatda. 11 yoshdan keyin 16 yoshgacha bizni o'g'il bola jinsiga bo'lgan maylimiz bo'ladi. Qanaqa? Qarama-qarshi jinsga qiziqishimiz bo'ladi. O'zi aslida bu norma, ya'ni fiziologik norma hisoblanadi. Lekin bizga o'tirib olib, nima to'g'ri, nima noto'g'ri, qaysi chegaralarda mumkin, zino nima, mahram nima, qanaqa ular bilan munosabat qilish kerak. Mana qarang, bo'ldi, gaplashish mumkin emas, gunoh, toshbo'ron qilinadi, gunoh, всё, bo'ldi, mumkin emas erkak deyilgan boshqa. Lekin o'tirib, qizim, bilasanmi nimaga erkak bilan ayol yolg'iz qolish mumkin emas? Uni tushuntirish kerak. Zino nima, bilasan? Sen nima uchun o'zingni asrashing kerak? Qaysi davrgacha mumkin emas emotsional yaqinlikni ona bilan suhbat davomida tushuntirilsa, u to'g'riroq bo'ladi. Bizga faqat mumkin emas, sen hali likinlayapsanmi? Men senga ko'rsatib qo'yaman likinlashni. Bunaqa qizlar likinlamaydi. Bo'lasan, bir narsa bo'lasan, lekin bola uni tushunmaydi. U dunyoni o'rganayotganda, onasidan shu so'zlarni eshitganda yana tushunarsiz. Va nimaga boradi? Qancha zapret qilsangiz, o'sha zapretga boradi.